أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Husayn Ahmad al-Quduri rahimahullah yozgan Muxtasar al-Quduri namliq bu Hanafi fiqh haqidagi yozilgan bu muxtasar qimmatli bu kitobning Kitabu Shuf'a degan kitobning ikkinchi darsi kelganmiz. Biz oldingi darsda shuf'ani tunishtirib o'tgan va shu vaqtdagi aloqador masalalarni shafiylikning kimga sabit bo'ladiganligi haqida so'zlab kelgan edik. Endi bugungi darsimizda men bir qancha masalalarni so'zlaymiz shafiyga aloqador. Birinchi masala al-munazi'atu fi shuf'a. Ya'ni shafiylikdagi talashish huquqi, talash qilish. Endi va tajuzul munazi'atu fi shuf'ati ve in lam yuhdir ash-shafi'u ath-thamana ila majlis al-qadi. Xo'sh, endi tabiiyki shafiylik huquqi degan kimga bo'ladi? Birinchi maldagi o'rtaq sherikka, ikkinchi yo'l yoki suv sherikiga, uchinchisi tam elishim qo'shniga sherik shuf'lik huquqi tushadigan bo'lgan edi. Endi bu qachon vojib bo'lgan bo'ldi? Mal setilgan vaqtda. Mal setilgandan keyin ham shafiylik huquqi sabitlab vojib bo'lgan bo'ldi. Mal setilishdan burun shafiylik huquqi oshkor bo'lmaydi. Endi setilgandan keyin nima qilish kerak? Shafiy agar malni agar shu ya'ni iroda qilsa, sotmoqchi bo'lsa, nima qilish kerak? Nimadan talashishi kerak? Mushtariydan talashishi kerak. Endi mushu talashishda chuqur nima akilish shartmi? Ya'ni pul naq maydonga pulni ko'tarib kelish shartmi yoki talashib qozi uni hukm qilib qo'ygandan keyin pulni bilish shartmi desa, shuni da'vat etadi. Va tajuzul munazi'atu fi shuf'ati, ya'ni shafiylikda talash tortish garchi shafiy pulni qozining majlisiga olib kelmasa-mu joiz bo'laveradi. Ya'ni biz pul kelmabsiz, pul olmadingiz, olamaysiz demaydi. Qozi hukm qilaveradi. Shu agar shafiylik haqiqatan isbotlansa, bu setilgan uy, mal mulkni nimaga shafiyning nomiga hukm qilaveradi, shafiy unga pulni akpasin bo'ladi. Yani oldin olib pul akilish shart emas yani. Fa idza qada al-qadi lahu bi shuf'ati, an qachonki qodi shafiyga bi shuf'ati degan shafiylik huquqi bilan shu uy o'yli joy aramni hukm qilib bersa shafiyga. Lazimahu shu chaqda lazimahu ihdaru thaman. Shu chaqda pulni akilish lozim, vojib bo'ladi. Hukm qilib qo'ygandan keyin, hukm qilishdan burun emas. Xo'sh, endi ma'lum masala tugadi. Endi ikkinchi masala bo'lsa, shafiy o'zining shafiylik huquqi bilan ya'ni kim boshliq talashib oldi. Bo'lgandan keyin agar malda biror eğilib kuylab qolsa yoki u malni shafiy ko'may turib olgan bo'lsa, olgandan keyin u mal ko'ngligidek chiqmay qolsa, yandira qaytirish huquqi bo'lamdi yoki bo'lmamdi? Normal sodada qaytira oladi. Normal sodada malda eğip chiqib qolsa qaytira oladi. Agar malni ko'may olgan bo'lsa, ko'rgandan keyin ko'ngligidek chiqmay qolsa qaytira oladi. Endi mal shafiylik huquqiga jabida boshqacha bir o'xshamaydigan bir soda qoldi-da, masalan, o'zi mushtari olgandan keyin ham nima olaman deb qo'yibdi. Mushtari olgandan keyin ham olaman deb qo'ygan bir shu olgandan keyin buni qaytira olamdi. Agar buni qaytirib olsa, bakan-bakan sotquvchiniki haqqini ishini buzgan bo'lmamdi deb savol kelsa, buni beradigan javob Shafiyning bu qo'rojoyni eyib xiyar bilan, ya'ni agar bu qo'rojoyda eyib ko'rinib qolsa va ru'ya va xiyar ru'ya bilan, ya'ni agar bu qo'rojoyni ko'may olgan bo'lsa, ko'rgandan keyin bunda bir masalasi ko'ngligidek chiqmay qolgan bo'lsa, qaytirib o'tish huquqi bordir. Nimishqa? Chunki bu o'xshash, so'zga o'xshash. Chunki Shafiy mushtari olgan pulni o'ziga oladi. Ya'ni mushtari bir narsani 1000 riyal olgan bo'lsa, Shafiy shu pulni berib oladi, o'xshash. Xuddi mushtarining o'zi agar malda ev chiqib qolsa qaytirib o'tadiganidek. Agar mushtari malni ko'may olsa, ko'rgandan keyin ko'ngligidek chiqmasa qaytirib o'tadi degandek, nima mo Shafiy mo malni qaytirib o'tadi. O'xshash majhatda. Hech qanday farqi yo'q. Fa in ahdara ash-shafi'u al-ba'i'a wal-mabi'u fi yadihi. Agar Shafiy sotquchini fa in ahdara ash-shafi'u al-ba'i'a, agar Shafiy sotquchini wal-mabi'u fi yadihi, halbuki
mal satılgan öy korocay fiyedihi diye satkuçunun kulu da haletide satkuçunu kazının aldığı hazır kılsa felehu en yuhasimehu fiş şuf'ati yani şefi'nin şu bayi diye satkuçu bilen şu şufi hakkında yani şefilik hakkında davalış hukuku vardır. Hukuku vardır hoş. Davalış alaydı. Ve la yesma'ul kadi el beyinete. Emdi kadi delil ispatını ta ki kimin delil ispatını yani şefinin delil ispatını el beyinetu lil mudda'i vel yeminu ma alel mudda'a aleyhi dedik ma yani ne kılış gerek davagar delil ispat getiriş gerek cevapkar çoğu kasem içiş gerek hem de kadi bir adik davagar kim? Şefi'ye davagar demek bu davagar şefi'ndeki delil ispatını müşteriğini yani başı öyünü satıp ağıcını nek meydanga hazır kılmayı turup neminiki delilini anlamaydı. Şefi'nin delilini anlamaydı. Feyefsahul bey andiken müşteriğini nek meydanga hazır kılıp oğandın kiyen nemi kılıdı o feyefsahul bey'a bimeşhedi minhu bu sodunu aşı müşteriğini hazır kılış bilen buzudu. Yani bimeşhedi minhu yani müşteriğindeki hazır buluşu bilen birge nemi kılıdı o bey'a diyem sodunu buzudu. Nemişka? Çünkü bayi bu malını kimi satkan? Müşterik satkan. Bu müşterinin namı yötkelgen. Eğer neminin ki bayinin kuldu boğan halette hem neminin kuldu yötkelgen isim cihetten, nam cihetten, mülkiyeti müşterinin ki namı yötkelgen. Müşterinin namındaki nesini müşterini çakırmayı durup kazını kılamaydı o. Onu sodunu buzanmaydı. Müşterinin çok meydan hazır kılıp ekilip durup bayi kep oldu, bayi öğlen şepi kep oldu ma onun kendinin kazı avval benim kılıp o bunu sodunu buzudu. Kasık kıldı. Nima? Şefi sebebiyle. Şefilik ispatlaştığı bir falan. Peşte şefilikle ispat hakkında suraydığımız ispatını boğandı ki birinci kılgaç nima? Bununki sodunu kasık buzup onundaki ve yakdı bir şufati alel bai'i. Şefilik bilen yani bu şu şefinin şefilik hukuk bilen ba'i diyen satqıçıga hüküm kıldı. Satqıçıga hüküm kıldı diyen gap yani mal ne? Satqıçının alel ba'i diyen gap satqıçının zaliga diyen gap yani satqıçıdan tatip elip kim gibi bildi onu şefike birdu ve yec'alul uhdete aleyhi. Yani mesuliyet ne? Nima qilgandikan? Sodini pes qilgandikan bu narsa uy kimga yanadi o? Şefiyan. Ya şu sodini pes qilgandikan shep yanamdi o? Yani bayiqa yanadi o. Asli egisga yanadi-da. Asli egisga yanadi. Asli egisga yanib bo'lgandan keyin shefilik bilan ve yaqdi bir şüphedel el-ba'i degan gap şüphenin sebebi bilan bayiqa hukm qildi degan gap yani satqıçıga yanadi o'y. Satqıçıga yanadi. Uning kenidan satqıçıdan nimaga bo'ladi uni? Shefiga bo'ladi. Tushunammi? Satqıçıdan shefiga bo'ladi. Nima uchun desa, va yaj'alul uhdata alayhi degan gap mas'uliyatni kimning ustiga qiladi o? Satqıçının ustiga qiladi. Agar uyda biror masala chiqib qolsa, bilan ayib chiqib qolsa, andin yoki uyda ko'mak yapsagan ish bo'lib qolsa, mas'uliyatni kimga atadigan gap? Mushtariga atamdi o. Shuning uchun buzib o'tib satqıçının qo'lini qaytirib, satqıçının qo'lida nima gapirish kerak? Shefi gapirish kerak. Undagi shefi agar bir masala chiqib qolsa kimga yan qo'yadi o? Bayini, udul bayini yan qo'yib, bay bilan deyishdi-da. Shuning uchun. Xo'sh, endi yana bir masala butlanu shufa masalasi. Mas'alatu butlani shufa. Shefilik huquqi bakoblab ketish masalasi. Qanday ahvollarda shefilik bakoblab ketadi o? Tabiiyki buni deb bo'lgan edi. Ya'ni agar bir odam uyini sotgan joyda anglablam nima qilmasa, men olaman deb e'lon qilmasa, guvohchi qilmasa yoki sotuvchiga yoki sotib oluvchiga yoki sotuvchi malni yeniga kelib turib guvohchi hozir qilmasa, buni nima bo'ldi? Bu shefidagi amaldan qoladi degan edi. Yana bir yerdan boshqa sabablarni ham ko'rsatdi. Va iza taraka shafi'ul ishhada hina alima qachonki shafi' ashu uyning sotilganligini bilgan vaqtida guvohchi qilishni tark etsa va huwa yaqdiru ala zalik. Eğer şu guvohchi qilishga qodir turib, ya'ni vaqti bor turib, qodir turib guvohchi kelib men oynim jamoat guvohlanlar, men oynim men olaman deb shu nimani endi ya bayining yanida, ya mushtarining yanida yoki shu uyning yanida guvohchi qilishdan tark etsa, burada batalat shufatu. Buni chepilik huquqi bagaj bo'lib ketadi, batil bo'lib ketadi. Ve kezalik ve xuddi shuningdek yana shefilik huquqi bagaj bo'lib ketadi. In ashhada fil majlisi. Ash anlığa yerde fil meclis degan yani
bilge yilida, bilmay hiliqqa majlisdan gap, ya'ni ayni alim. Ashuni o'yna satilganligini bilge yildan guvoh chiqibdi, va lam yushid ala ahadil mutabayyi'ayni. Ikki so'zlashishning birini guvoh chiqmabdi. Va la inda laqar, yoki yana qo'shib guvoh chiqmabdi kishilar. Ya'ni o'ng'ayda men atim ya'ni guvoh qilganlar. Men atim deb qolib, ya bu yerda men atim degan yerda yo'qkan, yoki mushtari yo'qkan, yoki bu yer nima emaskan, aqor. Shu yer zaminning yeni emaskan. Bu qamos yana buni demasa, shapillik huquqi bagajlab ketadi. Va in salaha min shuf'atihi ala 'iwadin akhadahu batalat shuf'atuhu va yaruddu al-'iwada. Yana bir masala o'tadimda, yana bir masala. Ya'ni agar va in salaha min shuf'atihi, agar bir odam o'zining shafiylik huquqi sabablik nima qilsa, salaha ya'ni sulh tuzsa ala 'iwadin akhadahu, olgan bir evaz, ya'ni badalga batalat shuf'atuhu, buning shafiyligi bakochi bo'lib ketadi va yaruddu al-'iwad, olgan badalni qaytardi. Bu nima degan gap desanglar, masalan, men Tumurbek bilan bir uyni nima qilib oldim, shiriklab oldim bir uyni. Mungkin Tumurbek satmoqchi uyni. Satmoqchi bo'lsa da mening shifirlik huquqim bor. Tumurbekniki hassisini men olaman-da. Lekin Tumur yoki bir uyni oldiga odam kelib, "Adash, sizlar men omonligimga men riyal beramo. Mana sizlar hajlab to'g'ri meni og'ilib qolinglar" deb. Pul bersaman, ha bo'libdi, ekonomiya odam sizlar deb. Abdan gap kelyapti, shifirlik huquqimga men riyalni olsam, men riyalni elib, anda shifirlik huquqimni deb bersam, qanday bo'ladi? Meni shifirlik huquqim bagajlab ketdi tabiiy. Shifirlik huquqim bagajlab ketdi, voz kechganligim. Gap tugilmadi. Va bu shifirlik huquqim bagajlab ketishdan birga og'am millilarni nima qaytarib berish kerak? Molingizni qaytarib berish kerak. Nima ish qilaman? Chunki shariatda shu huquqni, shu pulni olishga mening huquqim yo'q. Ana uni sotadigan narsa emas. Olsam uyni olaman, olmasam voz kechaman. Unda uni pul afqajaydigan ish yo'q. Tushunolma? Hozirgi zamonda bunda shu qanday diqqat qilmaydigan bo'lib ketdi. Pul og'ilib buni diqqatli ya bo'lsa, eliyotgan gap. Og'ilib bo'lsa olgan gap. Bo'ldi, joiz. Lekin shariatda unda shu yo'q. Olsam uyni hammasi olaman, olmasam-cho bitna pulni boshqalarga beraman. Unda bu pul aslida bilmaydigan gap yo'q. Va yaruddul ibad degan og'am millionni qaytarib berdi, demak bu shifirlik huquqini baqa qoladi va og'am pulni qo'yib qoladi. Va idza mata ash-shafi'u batalat shuf'atuhu. Amda yana bir masala. Shafi' qachon o'lib qolsa, buning shifirlik huquqi bakochi bo'lib ketadi. Va in mata al-mushtari lam tasqut. Agar mushtari o'lib qolsa, shifirlik huquqi saqlanmaydi. Nima ishqa? Shafi'ning o'zi o'lib qolsa, shifirligi bakochi bo'ladi. Nima ishqa? Shifirlik huquqi shafi'ning o'zining edi. Ammo mushtari o'lib qolgan bo'lsa, ya'ni molni olgan mushtari o'lib qolgan bo'lsa, buniki shafiylik saqlanmaydi. Nima ishqa? Buniki mushtari o'lib qolgan bo'lsa, mushtarining nimalari bor? Rasxo'lari bor. Shafiylik aloqasi yo'q uning. Shafiyning huquqi yavla aloqasi bor. Mushtari bilan aloqasi yo'q. Mushtari o'lib qolsa, uniki kimdan oladi uni? Mushtarining avlodini rasxo'li qiladi, rasxo'li bilan deysa bo'ladi. Va in ba'a ash-shafi'u ma yashfa'u bihi. Mana masala. Agar shafi' ma yashfa'u bihi degan gap uning bilan shafiylik qiladigan narsasini satsa, qabla an yuqdalahu bi shubhati, uning shafiylik bilan qozining hukm qilinishidan burun, qozi buning shafiylik huquqi bilan bo'yni hukm qilishdan burun o'zining shafiylik qilgan narsasi, masalan, shafiylik qilgan narsa degan nima? Deb anglachu. Masalan, mol shirk bo'lsa, molning shirkchiligini satsa. Agar yo'l shirki yoki suv shirki bo'lsa, suv shirkchiligini shu yo'lini nisbasini satsa. Agar tam bo'lishmi qo'shni bo'lsa, shu o'zining uyini sotgan bo'lsa, shifirlikdan uyini erishdan burun buni shifirlikka bakochi qilib ketadi. Setayotgan bo'lsa. Tushunolma? Bakochi qilib ketadi. Batalat shubhat. Ammo qozi buni hukm qilib qo'ygandan keyin masalan, qozi mayani sana shifirlik huquqi bilan sana ba'dik desa, olib qo'ygandan keyin o'ziniki deymiz, shifirlik o'zinikini setib olsa, bular o'zi qo'ldan ketmaydi. Pulni tilab bo'lmagan taqdirda-mu qo'ldan chiqib ketmaydi, qozi hukm qilib qo'ygandan keyin. Xo'sh. Endi kimlarning shifirlik qilish huquqi yo'q degan bir masala. Va vakilul bai'i idza ba'a wa kana huwa ash-shafi' fala shuf'ata lahu.
Endi satqıçının vekili ida ba'a sassa ve kana huve şefi'a degan gap ve shu vekilning o'zi shafiy bo'lsa. Masalan bir odam ikki odam sheriklashib bir o'ynabdi-da, mashina qilib sherik boshqa chiqib safarga ketib qilib o'zining sherikiga adash, "Mana meniki sherikchiligimni setib qo'ygan bo'lsanglar" degan bo'lsa, mushu sherikning o'zi vekil bo'ladi va shafiy bo'ladi. O'zi vekil va o'zi. Unga bu satgan bo'lsa bo'lib, satgan bo'lsa, fala shuf'atala. Uni shiblik qo'y. Aşağıda bilib turib, o'zi adash satib qo'ygan bo'lsa degan ma'lumot adash ma'lay demay, nima qilgan bo'lsa, setib o'tgan bo'lsa eliga buni shiblik qo'y. Buni nima qilgan bo'lsa, tabiiyki bu o'zining hol, o'ziniki shiblik huquqidan voz kechgan bo'ladi. Ve kezalike in damina daraka anil bai'i ash-shafi'u. Ve şunun o'xshash, ya'ni vala shuf'atala degan bo'ladi. Shuningdek yana shiblik huquq bo'lmaydi kimdan? In damina daraka anil bai'i ash-shafi'u. Yani mushu vekil bo'lgan yoki mushu shafi'ning o'zi sotqichining o'rnida darakka kepil bo'lsa, daminat darak, damanit darak deb narsa bor. Ya'ni to'liqlamaga kepalik bo'lsa, to'liqlama degan gap, ya'ni ziyonga kepil bo'lsa. Bir odam bir narsani olmoqchi, uyni meni olmoqchida, og'liq qilib, sal ishkinib qolsa, olsam bo'ladimi, olmasam bo'ladimi, ziyon chiqadimi, ziyon chiqmaydi deb ishkinib qolsa, shafi'ning o'zi kelgancha 50 yilga igisiman. Qanday masala chiqsa, igisiman. Endi meni men bilan ko'rishing, hozir 50 yilga desa, shu chaqda nima qilgan bo'ladi? Ya'ni shafi'niki vekil bo'lsin bo'lmasa, hatta vekil bo'lmasam, shafiy kelgansa 50 yilga bilma bayani. Buni qo'shdan bu yoki buniki shirkim abdan nasib bu 50 yilga buni men kepil deb qo'ysa, nima qilgan bo'ladi? Shafi'lik huquqi yo'qolib ketadi, batil bo'ladi. Voz kechgan bo'ladi-da bu shafi'lik huquqi. Ma'lumotlar. Va vakilul mushtari idza bta'a falahu shuf'a. Amma mushtariyning vakili idza bta'a va vakilul mushtari idza bta'a degan situasiya falahu shuf'at. Uniki shafi'lik huquqi bo'ladi. Masalan, mushtari sotuvchi o'zi nahmajada bo'lmaydi, shafi'ning o'zini vakil qilibdi-da. Masalan, mol sheriki yoki uy sheriki degandek shafi'ning o'zini mushtari nima qilibdi? Siz appagan bo'lsangiz, o'shani men appagan bo'lsangiz deb vakil qilibdi. Shuning bilan shafi, ya'ni apiribdi. Appagandan keyin uni shafi'lik huquqi yo'qolib ketadi deyapti. Nima uchun yo'qolib ketmaydi u? Chunki u shafi'ning ashyani egallashi uchun nima bo'lishi kerak? Ya'ni setilishi shart. Shundaymi? Ya'ni setilib bo'lgandan keyin uni keyin olalaydi. Shuning buniki mana mushtari uchun apilishi uni daxl tarjih etkazmaydi. Lekin nimaga uchun sotqish uchun setib bilishi? Mushtariga apilishi daxl tarjih etkazmagan bilan sotqichi uchun setib bilishi nima bo'ladi? Daxl tarjih etkazadi. Mana shuni chiqib bilish kerak farqini. Wa man ba'a bi shartil khiyar fala shuf'ata lish-shafi'. Kimki shartil xiyar sharti bilan satsa. Xiyar sharti sizga shu kitobul bayt ham o'qib bo'ldingmi? Shartil xiyarul ru'ya, xiyarul shart, xiyarul ayb degan ham o'qib bo'ldingmi? Xiyarul shart yoki shartul xiyar degan nima gap desanglar? Ya'ni bir molniki 3 kungacha nima qilish o'qwa. Malaganda men molni 3 kungacha edish yoki qaytirib o'tish huquqim bo'ladi, ixtiyorligim bo'ladi deb oladi. Ag'andiki 3 kungacha buniki ixtiyorlik huquq bo'ladi. Qaytirib oladi yoki ola oladi. 3 kun o'tib ketgandan keyin savdo kuchligi bo'ladi. Mana har qanday odam xiyar huquq bilan narsani satsa, buningda shafi'ning huquqi bo'lmaydi. Shafi'ning huquqi bo'lmaydi. Nima uchun shafi'lik huquq bo'lmaydi? Chunki xiyar huquq bilan satgan narsada, yana deb, ya'ni men mayani 3 kungacha maslahat qilaman, xohlasam sotaman, xohlasam sotmayman debdi sotquchi. Degandan keyin bu shafi'niki nima shafi'lik huquqi bo'lmaydi bu yerda. Nima uchun? Chunki uyning mulkiyati, egiligi bayaniki gadin o'tkazmadi. Mushtarining nomiga o'tkazmadi. İxtiyori bilan turib turadi bu yerda. Kallasi turib turadi. Agar setish ixtiyor qilsa, uni kun o'tkazadi. Agar setish ixtiyor qilmasa cho, endi asliga qaytib keladi. Shuning uchun shafi'lik huquqi vojib bo'lmaydi, oshkor bo'lmaydi. Fa in asqatal xiyar, agar xiyarni saqit qilsa, ya'ni 3 kun o'tib ketibdi, yoki oldim, otgan bo'ldim, ya'ni sotgan bo'ldim deyapsa, yoki 3 kun o'tib ketgan bo'lsa, xiyar muddat o'tib ketgan bo'lsa, shu chaqda vajabati shuf'atu.
Şepilik hukuku şu çağda vacip bulundu. Şepilikini işitip emiz ben alımen deb qazının yanına barıp asıl bulundu. Ve men iştera bi şertil xiyar. Kimki xiyar şartı bilen bir narsani setib olgan bo'lsa, vacibet şüphe. Derhal şüphe vacip bulundu. Bir adam nimda eğer xalisam yani ben alımen. Eğer xalisam almayman. 3 kungacha maslahat qilaman. Xalisam almayman deb aytib qo'yasizlar. Alma. Algandan keyin nima shepilik vacip bo'laverdi. Shepi kelib davo ichib ayani asib bo'laverdi. Lekin sotquchi degan joyda ololmaydi. Setib vaqt chiqargan joyda ola oladi. ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها. Kimki bir qo'ro joyni shira'an fasid degan gap buzuq bay ishro bilan. Fasid bo'lgan shiro bilan, ya'ni fasid bo'lgan savdo bilan, ya'ni buzuq savdo bilan nima qilsa, sotib olgan bo'lsa, fala shuf'ata fiha. Siz shiro fasid degan, bay fasid deganni yurib bo'laman beshta. Agar tafsilni tushunmasangiz, mancha varaq qilib beshi qaysanglar chiqadi o'sha. Bay fasid bilan bir qo'ro joyni sotib olgan bo'lsa, fala shuf'ata fiha. Bunun nima yo'q? Şüphe yok, şifilik yok. Nima ish qadisa? Chunki bay fasid degani qanday qilish shart? Buni buzib o'tish shart. Yandib o'tish kerak. Xuddi bu sotilmagan narsaning hukmida. Sotilmagan narsaning hukmida olgandagi sotilmagan narsaga shubhalik huquq bo'lmaydi. Va li kulli wahidin min al-muta'aqidayni al-fasxu, ya'ni mush ikki aqdlash kishining har biri nimani buzib o'tish kerak? U savdoni buzib o'tish kerak. Fa in saqata al-fasxu wajabat ash-shuf'a. Endi fa in saqata al-fasxu, agar fasx saqt bo'lsa, shuf'a vacip bo'ladi. Fasx qanday saqt bo'ladi? Ya'ni bir adam bay fasidlar binasini apto. Ya binasini setib turdi ama buni nima qilish vojib? Buzib o'tish vojib. Ammo buni buzib o'tib qo'yguncha olgan mushtari bu molni sarf qilib ishlatib o'tibdi. Ya u mol haloklar berishib mushtarining qo'lida mol yo'qolibdimi? Ishlatib qo'ygandan keyin nima bo'ladi? Bu fasxi saqt bo'ladi. Fasxlanmaydi uni. Shu chaqda vajibat shubha. Shubha shu vojib bo'ladi. Ya'ni agar ish qilib shu molni ishlatib bir qismini ishlatib, bir ish qilib qilib, shu molni qaytara olmaydigan holatga, buzolmaydigan holatga kelgan bo'lsa, bu joyda shubha vojib bo'ladi. Va idha ishtara zimmiyun daran bi khamrin. Qachonki bir zimmi, ya'ni musulmonlarniki doir islomda musulmonlarga boy to'lab ittifoqlashib o'tirgan zimmi kafir daran bi khamrin degan bir qo'ro joyni bir haroqqa, yoki xinzir yoki cho'shqiga sotib olgan bo'lsa, va shafi'uha zimmiyun. Va shafi'uha zimmi. Va uniki mushu qo'lo joyning shifisi ham nima ekan? Zimmi ekan. U odamga o'xshash zimmi bo'lsa, akhadaha bu qo'lo joyni bi mislil khamri degan haroqniki o'qish bilan oladi, haroqni o'qishni bilib, va qiymatil xinzir cho'shqining qimmatini bilib oladi. Nima ishqa? Chunki bu ishga kafir birinchi. Kafirlar haqida bu haroq cho'shqi deganlar nima o'ziniki? Kafirlar haqida biz halol. Kafirlar haqida. Musulmonlar haqida emas. Endi nima ishqa haroqniki o'qishni biladi, cho'shqining qiymatini biladi, chunki haroq degan o'qish va narsa. Minal misliyat. Ya'ni maharoqqa haroq o'xshash, apa haroqqa ikkinchi apa haroqqa o'xshash masalan. Alayaz billah. Endi cho'shqichi desa, cho'shqi degan adadiy mutafavit. Ya'ni birisi o'xshamaydi. Birisi cho'ng, birisi kichik, birisi og'ir, birisi cho'ng, birisi oq, birisi qora degandek o'xshamaydi-da. Buni qanday qildi? Ya'ni 500 ko'ylak cho'shqan, 1000 ko'ylak cho'shqan, buni cho'shqalar muomala qilganda bahasi bilan muomala qilgan gap. Manchi fulluq deb. Ya 1 kilo, 2 kilo deb emas, 1 jin, 2 jin deb emas. Anda muomala qilmaymiz. Hamon anda bo'lgan bo'lsa, qanday qiladi? Haroqning o'xshishini bilib oladi. Masalan 500 kilo haroq qolgan bo'lsa, bir qo'lo joyni o'xshash 500 kilo haroq bilib oladi. Agar bir dona qo'ro joyni bir odam masalan 100 dona cho'shqa sotib olgan bo'lsa, bir zimmi kafir demisi. Yine bir zimmi kafir va yana olmoqchi bo'lsa, 100 cho'shqining qimmatini, 100 cho'shqining qimmatidagi pulni bilib oladi. Va in kana shafi'uha musliman. Endi bu zimmi kafirning qo'shnisi, shafisi musulmon bo'lib qolsa, zimmi kafirning uyiniki, dariniki, qo'ro joyiniki shafisi musulmon bo'lib qolsa, akhadhaha bi qimatil khamr wal khinzir. Bu chaqda haroqning va cho'shqining qimmatini bilib oladi. Chunki musulmon haqida xamir misliyat bo'lgan bo'lsa-mu,
Lekin Müslüman arakni elip setiş haram. Anadan keyin onun kıymetini bildi. Şu arakning pulisi qancha pul olsa shu pulisini bildi. Ya'ni unuga cho'shqinning pulisini bildi. Ya'ni unuga. Ve la şufate fil hibati illa an tekuna bi aywazin meşrut. Xo'sh, endi yana bir masala. Mut bilingan narsada shifiylik huquqi bo'lmaydi. Bir odam masalan bir uyni ta'mirlashni qo'shnisiga so'ramaydan paydan bakaq mut qilib berayotgan bo'lsa, uning ta'mirlashni qo'shnisi voy, mayli men atim deb davo ocholmaydi. Mut qilib uni badalga bir narsa olmagandan keyin narsa ocholmaydi. Ammo kichikroq bir narsa badalga bir narsa olib bergan bo'lsa, sen menga ayshiq bilmaslik ma'yani biling. Aniq bir de bir şartni qoplam qilgan bo'lsa bu chaqda shifiylik huquqi bo'ladi. Ya'ni illa an takuna bi aywadin mashrut. Ya'ni shart etilgan badal bilan bo'lgan bo'lsa bu mut bilish. Siz mening mudavvi ishim bor, mushu ishimni qilib bering, men sizga ma'lumni bilaman deganlar bo'lsa, bu chaqda shifiylik huquqi sabit bo'ladi deydi. Xo'sh, endi shafi bilan mushtarining fikr birligiga kelmaslik, ixtilof qilish masalasi. Masalan, Şefi nim depti, müşteri nim depti, ben mayani 1000 riyal aldım. Ben almakçı olsanız 1000 riyal aldım depti. Şefi nim depti, ya siz 500 riyal aldınız depti. Şu an ikisi kısa düşüp kaptı. Bu kanda alakalı değil mi aslında? Ve izâ ihtelefe'ş şefi'u vel müşteri fi's-semen. Emdi şefi ile müşteri, setuvavuçu, bu korucanın pulusu da ihtilaf düşüp kalsa, birisi kıymette, birisi azanda. Fel kavlu kavlul müşteri. Gap kimning gapi gap bo'ladi, mushtariyning qavli gap bo'ladi. Chunki mushtari ayb bo'ldi-da uni. Mushtarining mulkida u. Xo'sh, endi fa in aqama al-bayyinata. Tabiiyki, mushtarining gapi gap bo'ladi, qasam ichishadi, qasam ichadi. Agar har ikkisi dalil sifat turg'izsa, shafimo dalil sifat turg'izsa, ma 500 riyallik qo'ydi. Mushtari mu dalil sifat turg'izsa, ya men buni 1000 riyal oldim deb. فالبينة بينة الشافعي عند أبي حنيفة ومحمد. أبي حنيفة إمام محمد رحمه الله نقول قرش ده دل إثبات شافعي نقول دل إثباتي كش قية بلده. شافعي نقول دل إثباتي دل إثبات بلده. وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر. أما شنو شاهلة واتده ده؟ أجر مشتري تخمو كب بونه دواقلسا. مشتري تخمو كب بونه دواقلسا. مثلا من دقيقة 1000 ريال ده بدسه. وادعى البائع أقل منه أن يأتيك ما دواء ilgili okşamaydı gayri ilgili dava kimden dedi? Müşteri ve şefi öyleydi. Biyada müşteri ve bayi amdı. Ve deal bayi akal minhu am satkıcı ya ben sana onu 500 satkan dep tuttu. Müşteri ben 1000 aldım dep tutkan olsa ve lem yakbid etsem halbuki satkıcı pulunu almalıdır. Satkıcı kuluğu pulunu almayı durup dava kan olsa akada şefi'u bima qalal bayi. Şefi satkıcının gapi bo'yicha aladi. Satkıcı qancha pul degan bo'lsa, satkıcının gapi bo'yicha aladi. Ve kana zalika hattan anil mushtari. Ana shu mushtarining haqqini qo'yib berganlik bo'ladi. Mushtarining haqqida qo'yib berganlik bo'ladi. Ya'ni 500 endi nima deb tushunamiz? Aslida mushtari 1000 ga olmoqchi ekan. Lekin satkıcı 500 yani qo'yib berdi, maylani o'da qo'yib berdi deb tushunamiz. Ve in kana qabada thamana akhadaha am agar bayi pulni qo'lga olib bo'lgan bo'lsa, pulni olmagan holatda bo'lsa, bunda bo'ladi, bayining gapi bo'yicha bo'ladi 500. Agar bayi pulni qo'lga olib bo'lgan bo'lsa, aqadaha bima qalal mushtari. Buni sotib oluvchining gapi bo'yicha oladi. 1000 olgan, 1000 oldim deb turgan bo'lsa, shuni 1000 ga oladi. Ve lem yultafat ila qawlil bayi yoki ve lem yaltafit degan, ve lem yaltafit desek shafiy qanot. Shafiy sotuvchining gapiga qaramaydi. Ve lem yultafat desek Qazi, Şefi hammasi bu meselede satıcının gapiga qaralmaydi. O'xshash. Ve iza hattal bai'u anil mushtari ba'da thaman. Agar satıcı mushtariydan pulning ba'zisini qo'yib bersa, tushirib bersa, 1000 riyal qilgan bo'lsa, 500 riyalni qo'yib bergan bo'lsa, saqata zalika an shafi'. Mushu qo'yib aytgan miqdorning o'zi shafi'dimi avtomatik holda saqit bo'ladi. Şefi mi 500 kaldı. Men olmaydi. Ve in hatta cemi'a semen agar pulning hammasi qo'yib bergan bo'lsa, bayi sotuvchining geldiğinde pulning hammasini maydalab yutib o'tgan bo'lsa, qo'yib o'tgan bo'lsa, lam yasqut an shafi'a. Shafi'atning hech nima saqit bo'lmaydi. Shafi'atning hech nima saqit bo'lmaydi.
Ve izâ zâdel müşteri el bâi'a fi semen lem telzemiz ziyâdetu eşşefî'a. Endi müşteri ve izâ zâdel müşteri. Müşteri satqıçıga semeni degan gap pulda bir narsani ziyoda qilsa lem telzemiz ziyadetu şefi'a. Bu ziyade şefi'ga lazım gelmeydi. Bunu degan gap müşteri uyni qo'rojoyini 500 yilga aptu. 500 yilga apilab uni keyinidan paydo olsam bo'ldi men buni deb 200 yilga qilib 700 yilga qildim men. 500 yilga oldim 700 sotib olaysan deb tursa nimaga qozi hukm qilmadimi? Qozi şefi'ga hukm qilgan bo'lsa qozi şefi qancha berdi? 500 berdi. Uni 700 berish lazım kelmaydi. O'zi rozilab bersamay lekin gadanga lazım kelmaydi. Shunga dersimiz oxirlashdi va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.